Bunlarımız mana. Jonivor. Nechinchi qoring ekan bu? Ikkinchi qoring. Bolasi. Bola o'qishchi. Nechchilik bo'lyapti? Bola haftalik. Haftalik bo'ptilar. Onasini o'zi. Navoschi. Nechinchi qoringa? İkinci bola. Ikkinchi bola. Suti qancha? 10 ta. Nima so'rab o'zi? Patalar qancha so'rab? 29 gacha. 29 gacha? 29 million so'm so'rabdi. Baho qancha? Baho 32 deymiz. 32 savdosi. Mol sifati yaxshi ekan jigarlar mana. Telefon numar qo'yamizmi? Ishqovozga. Ketadi. Sotib ketadi, ha? Sotib ketadi. Deyiladi. Mana bugun ona bola sigir ko'p. Hurmatli kuzatuvchilar, kerak emasmi aka? Keyingi mollarimni ko'rsatib mollarimiz sifatlari ham har tomoni kerak. Turmaksizmi? Nechinchi qorin aka? 3. Boladimi aka? Kichkina. Kichkinchi qorin. Sut nechta bor aka? 10-12 ta sut bor, ha? Necha bor? Turmush bozorga so'raydi. 38 million so'm. Mana sigirimizga bozor yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi mollarimiz mana. Bolasi kichik. Dishkinlik bo'ldi bolasi. Bola dishkinlik. Yinachi? Yinasini 5-bolasi. 5-bola. Qancha sutga? 12 ta. 12 litr sutga jigarlar. Bolamiz bor. Nima so'radi aka? 27,5. Bozor 27,5 so'rayapti. Qancha baho qo'yasiz? Havolarda ozganmi? Ha, 30, 35. 35 ming kam bor ekan. 35 so'radi. Mana seyirni yaxshisi. Ko'rmasangiz charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Siz Kayfiyatlar zo'rmi? Chamayapsizmi? Nechinchi qoring ekan bu? 3-qorin. 3-qoring. Suti? 20 ta suti bor. Suti 20 ta. Bola gibrid. Balaga beradi. Navoscha. Necha kunlik? 13 kunlik bo'ldi. 13 kunlik. Bugun 13-chi kun. 13 kunlik bo'ldi. 20 litr sutiga olib. 20 litr sutga beraveraman deyilyapti. Mol sifati yaxshi ekan. Ovdi ham sog'anaqa janob. Yeli. Baho. Mol sifati so'rchaganlar mana. Buzovdan tashqari 20 taga olursiz. Buzovdan tashqari? Buzovdan tashqari 20 litr sutga olursiz. Bitta so'zga buzovga qo'yib bersang yetadi. Uchtasini sog'ib oldi. Uchtasini sog'asin 20 litr suti bor. Nima so'radi aka? Bozor 50 million tiniq so'rayap bermaydi. 50 ga yo'q. Yo'q, 50 toza tiniq 50 million so'rayap bermaydi. Qancha aka? 60 million bering oldi. Hali o'rtalarida bor ekan, ta. Bor. Bahochi. Bahochi. Bahosi 60 million deydi. 60 million savdosi. 60 million deyapman savdosi. 50 million so'rayapti. Nomer qo'yamizmi? Qo'yamizmi? 99 128 31 88. Qayerda? Chumboyeva Nagurna pоворot. Nagirov bor, Chumboy akalar. Telefonga bog'lanib so'rasa, agar mabodo sigirimiz sotilib ketsa, akamiz sotilib ketdi deb aytadi. Sotilmasa uyda turibdi deydi. Telegram bor, nomerda. Bemalol bog'lanasizlar. Bol ustiga 100% garantiya. Tirikchilik emas, Yo'q, dehqonchilik. Dehqonchilik deyiladi, tirikchilik emas deganlar, layklar bosib qo'yamiz. Mol sifati zo'r. Mayli aka.
O'zimizda Kir film mahallasini Asrdalloh tog'amizni bugun akalar ona bola sigiri. Tog'a assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Nechinchi qoringa tog'a bu? Uchinchisi. Uchinchi qoringa. Bolasi urg'achi. Bola o'g'nojincha. 3 kunlik. 10 ta suti bor. Bolasi 10 kunlik. 10 kunlik bo'ldi. 10 ta sutga. Ana ona bola so'rayotgandan ajoyib. Uchinchi bolasi. Uchinchi bola. Ana yilinchalari. Suti boladan tashqari qancha beryapti? 8 ta sog' bo'ladi. 8 ta sog' bola. 8 litr sutga akalar. 3 ta yildan 8 litr suti bor ekan. Qancha baho? 40 million. 40 million kam bor. Kam bor. 40 million so'm kam bor ekan jigarlar. Bozor nima so'radi tog'a? Hali so'raganmi? Savdolari o'zimiz Kerifil mahallasiniki. Akalar bemalol mashina mol so'raydiganlar o'zimga aloqa chiqarasa telefon nomerim bor. Agar mobile sotilib ketgan bo'lsa, sotilib ketdi deb aytiladi. Agar sotilmayotgan bo'lsa, uyda turibdi deb og'zaki qoldirib ketaveramiz deganlar. 40 million dedi. Savdolar ajoyib mana bo'lyapti akalar. Savdolar juda ham ajoyib bo'lyapti. Mol ko'p akalar. Ona bola sigir. Bugun ziq bo'lib turibdi. Nechinchi qoringa ekan? Uchinchi qoringa. Bola? Urg'ach. Nojincha. Ko'paysin. Nechta sutga? 8 ta. 8 litr sutga. Bozor nima so'radi aka buni? 29 so'ra. 29. Nechi bo'lsa beradi? Endi 30 dan oshsa beraman. 30 dan tepasiga bitta. 30 milliondan tepasiga bitta ekan. Mol bozorda ko'p. Ajoyibidan. Yillarda qo'shqa mol bo'lsa semental olib ketdi, qora bo'lsa angus olib ketdi. Buni bilmayman, mana asl egasi biladi. Egasi nima bo'lsa ham shu angusga emas, sementalga ham qo'ygan bo'lsin dingda. Yolg'on yolg'on gapirib kerak emasda, asl qora bo'lsa angus deb ketdi-da, qizil bo'lsa semental deb ketdi. Semental va rangga shu qizil bor. 15 ta ustiga garantija beraman lekin. 15 litr sizga javob deyilyapti sigirimiz. Qaysi? Yo'q, bu ikkinchi. Olsun. Nechinchi qorin aqam? Ikkinchi qor, ikkinchi. Mana shuni ham ko'rsating agar yolg'on deydiganda ishonmasligi mumkin. Ko'ryapsizmi? 6 kurak. 6 kurak. 15 ta ustiga garantiya beramiz, Alhamjon. Nima deydi bozor? Bozor endi siz mana bizda. Ya o'zi biz so'ragandik ikkitasi. Nechtasida? Bittami? Bittami shumi? Nima so'rab bozor? Bozor 42 43 42. Bozor 42 million so'm, 43 million so'm bozor so'radi. Nomer ayt. Nima deysan, Hamza? Nomer ayt debman. Ya nomer aytganman. Ayting 93lik. 93lik 719 719 49 32. 49 32. Manzil? Manzil Pazarg'am Pushkin. Qazdarg'om Pushkin. Telefon qilaverasiz. 15 ta ustiga garantiya beramiz. Agar ishqivozi, agar mabodo sotilmay qolsa, sotilib uydan ham sotaveradi. Agar sotilmay qolayotgan bo'lsa, uydan rasmlari, videolarni olib beradi. Agar sotilsa, sotildi deb aytib qo'yaverasizlar. To'g'rimi? Ko'ring aka, ko'ring. Ikkinchi bolasi. Nima so'rayapti ular? Ona bola. So'radim sendan uka. So'ragan boringni berganman-a. So'radim bitta bor.
Nechi pul? 32 million. 32 millionsiz ona bolaga. Nechinchi qoringa? 5-6 ta tug'gan. 5-6 ta bolasi o'qichami? Gibrid ekan, buni oldincha ekan, shunga chiqoz bo'ldi. Bolasi gibridcha ekan. Sozorlar o'lyapti. Bermaysan. Ben 500 bin koysam koyasan. Var mı 33 milyon şunu verirsen? Ha? Bak bir haracatga verirsen. Chiqyapti, bozor ko'rsin. Akajonim, qanday? Aytmayda. Bozor yaxshi bo'lyapti, mol ko'p. Pachka bu joy, juma mol bozor, pachka mol. Karnaval o'rasi, arzon, qimmat hammasidan bor akalar bor. Nechinchi qorin aka? 4-chi bola. Bolasimi? O'qishchi. Haftalik bo'ldimi? Haftalik ham bo'lgan. Nechta sutga aka? 8 ta. Bozor nima so'ra? 28 million. Nima so'radi aka buni? Nech so'radi? 26 so'rayapti. 26 million. Akajon, Mollar akalar mana pachka akalar mana. Qo'ring aka bala o'qib uchovlikda. Bo'lmasa charchamayapsizmi? Yaxshi. Sog'lik yaxshi. Nechinchi qoring aka bu? Chiqarin uchovi ham. Ichalasi ham 3-chi qoring, ha? Bolalarnimi? Bala ho'kiz. Hammasiniki. Uchovniki ham. 12 ta 10 tadan sutga javob. Aha. Barmoq bala urg'ochi 8 ta sut. Puli nech pul aka? Bu 40 kam bor, bular 30 kam bor. Mana bu 40 kam bormi? Bular uchovi 40 kam. Ichalasi 40 million kam bor, buni 30 kam bor. 30 million kam bor ekan mana buni. Bozor nima so'rayapti ichasini biriga? Aka bala ekoni 70 million so'rayapti. Oq bilan qorani 70 million so'rayapti. 70 million ekoni. Birichi 34 so'rayapti. 34. Buchi 27 yarim. 27 yarim. Bozor mol ko'p. Hamma mol demaganlar ishqiboz bor, o'zlari ko'rib, tanib olyapti bozor. Nechinchi qoring ekan bu sigirimiz? Bola nima? Bola o'qishchi. Nechta sutga? 10 ta sutga. Mana akalar 10 ta suti bor. Bozor nima so'rayapti? 32. 33. 30 so'rayapti. 30 dan so'rayapti. Hozir 30 dan so'rayapti ekan. O'zi bahosi qancha o'zi? 38 deb bolaga. 38 kam. 8 million kam bor ekan. Keyingi bo'lyapti qayerdasan? Nechinchi qorin? 1. Birinchi qoringa jigarlar. Bola o'qishchi. Nojibcha. Hech kunlik. 4-chi kun. Lekin 4-chi kun. Nima so'radi? 30 million qanday? Baho 35 million. Savdosi bor. Bayram. Nima qildi buni? Nechinchi qorin ekan bu? Mana bu. Qaysi? Mana bu. Bo'lmasa 80. 4-chi qor. Sut nechta bor? 12 ta suti. 12 ta. 12 litr. litr sutga akalar sigirimiz. Bolasi 5 kunlik o'qishchi. Bolasi 5 kunlik ha? Yuvoshligi qanday? Garanti 200%. Garanti deydi. Soyakan bilan qimirlab ketsam qaytarib beradi. Ha nega? Sovugan payt bir sakrasan deyapti, mol qaytarib olaman deyapti. Bola o'kiz. Bolasi 5 kunlik aka.
Bola 5 kunlik. Ana bola chaqa. Nima so'radi bozor? 8 deyapti aka, 33 yarim so'rayapti. 33 yarim. 30 yarim bozor so'rayapti lekin. 38 baho deyapman, 35 bersa bobar aka ketdi, dang. Dang birdanmi? Dangilab delayman deyapti. Molchi yaxshi ekan lekin. Sifat yaxshi chiqadi. Bozor shunday aka, mol ko'p. Ishqivozi olyapti. Bolalar nima buni? Ikkalasi. bitta, buniki o'kizcha. Buniki o'tkiz mana buniki. Bunikichi? Birinchida turib, mashinada turgan siyirdi. Savdosi bo'lyapti. So'rab turibdi. Ona bola qancha bo'lyapti? Saf deyapmiz, kami bor. 40 million kam bor. 40 million so'm kam bor deyilyapti jigarlar mana. Bozor nima so'ra? 33 yarim so'rayapti. 33 yarim million so'rayapti. Mollar isternatlar aka. Mollar zo'r. Maydangana, bir itak, ikki itak o'tqa to'yib ketaveradi akalar. Sifatlar yaxshi. Hali qolajon, mana 5 kunlik, mana 4 kunlik. Kimlar ekan bular? Qanchadan bo'lyapti? Savdosini qilasiz, ulardan qo'yib bering. Qizil 40 million kam. Qaysi biri? Bo'lma. Mana ho'kiz. Qaysi biri 40 million? Mana bu. 40 dan. Ichalasi 40 million so'm mana. Bitta mana uniki xunachi, bu ikkovilik ho'kiz. Ichalasidagilar 40 million savdolari bor ekan. Qancha bo'lyapti? 40 million qo'yadi. Necha ish tug'ish ekan? Bular ikkinchi tush. 40 million so'm savdolari bor. Nechinchi qorin ekan bu aka? 3. Suti qancha? 15 ta? Yuvoshlari zo'rmi? Qimirlamaymi? Yoshlar akalar 100% qimirlamaydi deyilyapti. Bitta yilini og'a ekan, og'a ishda yilib qora ekan. Ha? Ishlamaydi demayapman, yilini deydi. Molga 100% garantiyalar bor. Bola nima? Buni hozircha. 5 kunlik. 5-da tug'ilgan. 5-da tug'ilgan, ha? 5-da tug'ilgan. Nomerlar akalar 90 ga 61. Emirni qo'yilgan, doktor ko'rikdan o'tgan, to'g'rimi? Doktor ko'rikdan o'tgan akalar emirni qo'yilib ketadi, kasalliklariga 100%. Dehqonmi, tirikchilikmi aka? Dehqon. Dehqondan juda kamdan kam chiqyapti. Shuning uchun akalar iloji boricha dehqonlardan olishlarni so'rab qolaman. Nima uchun deganda, ikki qo'l ish qilib kelsa, mol narxi siga 1 million, 1,5 million siga manaveradi akalar. Shuning uchun dehqon bir qo'l bo'ladi. Shuning uchun garantiyalari bor, iyinaq, yemasa ichmasa javob. Aka buni jazmani asli ish so'radi. 37 bermadi. 40 kam bor. Telefon nomer. Bermaysizmi? Kerak emas. Nima bo'ldi? Ishqi. Bitta tanish bilishlar chiqib qolsa, ash bo'laydi. Ko'plar beryapti, ko'plar bermayapti. Kerak emas. Bu sotilyapti. Sizdanmi? Nima deyapti buni? 30 kam bor. 1mi, 2mi? Birinchi bola ekan. Birinchi bola. Nechta suti bor? 5-6 ta deydi. 5-6. Bozor bugun pachka mollar tushgan. Opam haydayapti-ku, holdirani.
chiqib kelyapti. Aka qancha ekan bu shuvichi? 45? 2 mi 3 mi? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola akalar. So'skalari, to'rtalasi ham joyida ekan. Bola nima aka buni? Hamojincha. Buni qichi? Qichi. Ko'rkini yutishcha sigirda 15 tagacha suti bor. Ikkinchi qori tug'ishi. 15 litr suti bor. 15 litr suti bor. Bunichi? Bu bo'g'oz bu. Yaqinda tug'adi. Bo'g'oz. tug'adi. Nima so'radi? Hech nima degani yo'q hali. Bo'g'oz tarafga o'tkazganingizda zo'r Bir o'zimda. Buni ham birovga taylab ketib bo'lmaydi. Bola yaxshi ekan. Sen eski shuyutlardansan. Eski shuyutlardan. Ha. Tirikchilik. Yo'q, uydiki bu tirikchilik. Ha, buni bo'g'ozimi tirikchilik? Bo'g'oz tirikchilik bu uydiki. Bu uydiki ekan. Necha oldingiz? Dangal ayting, ochiqcha. 19 oyga man bu. 19 olgansiz. Necha kun tug'adi? Uzog'i 4 kun 5 kunda tug'adi. Uzog'i 4 kun 5 kun tug'adi, ha? Ha, javob. Necha bo'lsa beramiz? 20 dan o'tib beramizda. 20 deyman qani. Kelishtirib ayting qani. Necha tug'an ekan bu? 7-8 ta tug'adi. 7-8 ta tug'an. Tish ham qaytarib berganda. Ish qaytargan. Banqilani. Ov sog'anmi shu? Ha? Ov sog'di, ha? Ha, yilib sizlayapti aka. Birdan tug'adi. Yigirmada pas bitadimi? O'tib beraman 20. 20 o'tib berasizmi? 20 milliondan o'tib beraman deyapti akalar. Yilim boshlabdi. 7-8 ta tug'an sigir. Telefon nomeri 94lik 241 1082. 1082. Manzil O'zbekiston kolxozi. Telefon qilaverasizlar akalar. Mol bo'g'oz olayotganlar 20 dan pastiga bitadi akalar. Aloqa chiqamiz. Orqasidan pastroq ekansiz. Savdolar avjida bo'lyapti. Nechaga bordi savdosi aka? 18 qaysi mana bu? 18 million savdosi bo'libdi. Meni olasan. Donojin puli bo'lyapti. Amak qancha bo'ldi? 20 deb. 20 million deyilyapti ekan molimiz. 20 deb. Bola nima edi? Bola qurbachi. Nojincha ekan. Buning qancha bor? 38 ham. 38 kam bor. Nechinchi qoring? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Nechta sutga? 8 litr sutga. Bozor jazma qancha so'rayapti? Savdosi bo'lyapti. Jazma necha so'radi aka? 26 yarim. Necha bo'lsa beradi? 30 demang ya. Yurtirmaydi. Savdosi bormi? Ayting. 77lik 77lik 217 217 38 38 87 manzil eski jumada ha telefon qilaverasiz ekanlar mabodo sotilib ketdi deydi agar sotilmasa turibdi deb savdolantirib necha ketdi opa necha ketdi 24 300 mana sigirimiz ha bola chaqasi bir oylik qochqin 28 ona bola ichidagi bonusiga nechinchi qorin ekan aka bu nechinchi qorin ekan deyman ikkinchi qorin suti qancha bor 8 litr sutga bola 9 cha nima so'radi sigirchalik 29 hozir mol bo'lgan ko'p ishlar
chiqaring sizlar? 4. Bola? Buna olguncha. Suti nechta bor? Realni bitta savdosi nima bo'ldi? 27'ni ko'rdim. 27 bermadi. 27 ni ko'rdim. Mol ko'p, mol tanlab odamlar olyapti. Ko'rib. 27 milyon 300 ming savdo. Mana bumi? Mas savdosi bilan. Hurmat 28 dedi. 28. Ko'chaysagi bani 27 yarim Qancha bo'ldi? 25. Harakat edi odamda kamlikqa. Bilmayman ya. Nechi chiqarni ekan bu? Bittadan tug'an, qani bu bolasi? Bolasimi? Qonunda bolasi qolganda chiqib, ikkinchisiga bo'g'o. Necha oylik? 3,5 oylik. 3,5 100 boğazlığa üçüncü karşılığında benim. Nechi pul bor? 40 milyon deyip. Nima so'rab? 35 milyon so'rab. Ko'rashi. 35 million bozor so'rab. 12 ta suti bor, hozir 8 ta deyapman bu yerda. Lekin 12 ta suti bor. 12 litr suti bor. O'zi 100 yil tekshiryapti. Nima bo'ldi? Nima chiqdi? Bo'g'oz aka. Necha oylik? 100% mi? 100%. 100 ga 100. 100 ga 100. Malaz. Necha oylik chiqdimi? Necha oydan? 100 kunlikdan bir hafta berisi. O'zi xizmat kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, bog'lanasizlar. Telefon nomer 57058. telefon qilib bog'lanib, bemalol chorvasi borlar akalarga, ukalarga yuborib qo'yamiz. Hurmat kuzatuvchilar, mana ikki bosh uylar edi. Ular nechinchi qorin tug'di ya? Bir tug'ganmi? Birinchi qorin tug'gan ikkalasi ham. Tug'gan payt qancha sut beradi? 20 tachalab berib qo'ydi. 20 ta sut beradi. Agar birda tug'gan 20 litr sut bergan ekan. Tug'gan payt. Hozir danlimamiz ichidagi yo'q. Orasida bor edi. Ko'kis. Qochgan bo'lsa baxtli. Avvalo xudo. Lekin ichidagi 100% bo'g'ozdagi garantiyalar yo'q endi. Buylar necha bor ekan buni? Endi bilmagan endi. 120, 130 bormi? 130, 135 bor. Plus minus ha? Necha pul qilib beramiz bular? Kilo o'rtacha 35 deyapmiz hozir. Savdosi. 35 dan bo'ladigan bo'lsa 70 baho ekanda. Ikkalasi bir joy. 70 bilan savdosi bormi? 70 bilan savdosi bor. Bozor nima so'radi? Bozor aka 27-28 so'radi. 27, 28 va taraflar. Telefon nomer 94lik 94 60 29. telefon qilib bog'lanib so'rab olaverasizlar jigarlar. Ishqivozi bol qilaman deyotganlar aloqa chiqib ko'rasizlar. 4 kurakdan buni oldim. 4 kurakdan ha? Tuzatishlar mollar uydaridan. Aka bo'g'oz bormi? Brat.
Ha, boqmoqmi? Bu ishga to'liq olib ketdi-da. Nima so'radi aka buni? Nima so'radi? 32 deyapmiz, har savdo. 32 savdosi bor. Bu yerda ham hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda ham yaxshi molimiz tushgan. Albatta ko'rasiz. Aka bu nima? Boqmoqmi? Bog'ilganmi bu? Bog'ilganmi deymi? Kilaga qancha kelar? Sir bo'lmasa aka. 250 bor. 150? 350. Ha, 350. Kilaga 350 deyilyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Qancha baho ekan bu? Ha, bahosi. Olmuş so'rayapti. Olmuş, bozorchi. 35 so'rayapti. Bozor 35. Baho olmuş. Olindimi bu? Hurmatli kuzatuvchilar, mollarning sifatlari yaxshilari bor. Albatta ko'rib savdolar uylar bo'lyapti. Agar qisir bozor, bo'g'oz mollar hammasidan bor bozorimizda. Nima so'radi bu? 4,5 so'rayapti. 4,5? Bo'g'oz 6 oyda. Bir şarabı karşı. Şu boğaz mı? Boğaz mı? Boğaz. Evet. Oltaydan oshdi. Hali buzuk mu bu? So'raysa qo'shgan qo'shgan. İnasını içinde kaç görgen mi? Bo'g'oz Allah'ım. Bunlar bakmalar. Alır ketar. Nima so'radi aka buni? 20 so'rayapti. 20? Qancha baho? 24 deb. 24. 20 milyon so'm. Bozor so'radi. Abi ya akalar bakmaqı nojinlar ketdi mana. Savdolar uydir bular. Nima so'radi aka? Nima so'radingiz? Nima so'radingiz? 17 million 100 ming. Qaysi biri? 17 million 100. Savdo yorayapti akamiz. Nima deysiz? Ish so'rayapti. 36. Ikkalasi bir joyga. 36? Ha. Ikkalasi, ha? Ha, 12dan. 12dan. 18dan. 18dan. Nechta bo'lar aka jupi? 18 jupiga. Donovoyga 18. Nima so'radi? 15 so'radi. Bu 15, bu 16. Nima so'radi aka ikkasini? 33,5. Bu ikkalasichi? 32,5. Aka nima so'radi hozir? 16. Necha kilo jigi bor? 150 kilo. Chiqama. 150 kilo. Qancha jigi bor aka? 160 kilo bormi? Mana. Nima so'ra? Bozor nima so'ra? 16 bilan 8. Bozor so'ra. Ha,
chiqib qoladi. Qadan zo'r ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, ilangizni shunaqangi boqmoq nojini bo'layotgan bo'lsa, bozorda boqmoqingiz bilan solishtirib, qo'rqmay sotursangiz bo'ladi akalar. Men narxlarni hammasini chiqarib kelyapman, narxlarini. Aka bir joyga nima so'radi? Brat. Aka. Aka, nima so'radi? Mana bu 17. 18. 18 nechiyiz? Yarimgacha so'rayapti. Bunechi? Buni 21 so'ram. 20? 21 so'ram. 21. Bunechi? O'tay mana shu bilan Ro'muz aka charchamayapsizmi? Sog'liq. Kelmaysiz. Kelyapman aka. Nima so'radi aka buni? Videoga yaxshilab aytaman aka. Mol ko'ryapsizmi? Mol uydar. Jubada yo'q, bitta bo'ldi bugun. Yo'q, aka bitta bo'ldimi? Teppaydimi ishlab? Qancha jigi bor? Aka bu yukli bo'lmas akajon. Bu nasibni sigir qilakim bo'lsa ham. Biri to'yga oladi, biri so'yishga oladi. Endi to'yga olsa ham bo'ladi. Qochganmi, qochmagan? Yo'q aka, rasm bo'lsa qochadi. Siz hamma joyda bor ekansiz, yan qo'rg'onda ham bozorda. Ha, shu akalarım kelayapti. 21 million so'rayapti aka. 21 million? Ha. Qancha bo'lsa beramiz? Yursa beraman aka. Pastga bo'lmaymi? Yo'q, pastiga bo'lmaydi. Tepaga bitami? Bo'l yaxshi, ha, tepasiga bitadi. Ayting nomer. Ha? Nomer ayting. 94lik 286 86 54 20. Pastga ham bo'ladimi sizda? Ha, bo'ladi, aslida bo'lyapti. Tirikchilik, to'g'rimi? Tirikchilik. Akalar tirikchilik deyilyapti. 21 million so'm g'unojini so'radi. Boqma g'unojini. Mana akayim so'radi. 24 million ta'mi bor aka. 20 deymi so'rab? Aka 21 million so'rayapti. Aka, molni ko'ring akajon. 1 million. Molimga pul bering aka. Mana, kam. Oda boshladimi? Mana. O'ybijonim so'rayapti mana. Kelasa tormadi bo'ladi. Mana o'ybijonim so'rayapti. Qancha? Ikkalabdan beri. 20 million 21 million 100 So'rayaptimi? so'rayapti. 21. 21 Yursak million beraman 100 deyapman. Kichik qo'shsa beradimi? Ha, qo'shsa beraman. Mayli, Bo'ldi. baraka top. 100 ming qo'sha, berasizmi? Yo'q, 5 qo'shsin aka. Yo'q. Bering endi. Beraman aka. Bering, 500 ming bering. Yetalasin, baraka. Baraka bor aka. Bering, o'rtangizda hech pul qilmayapti. Alaka olaymi? Olasin. Olasin. 21 million 100. Beraman aka. Nojinam chiroyli ekan-da. Ha, O'ziga ishlaydi, qarang. Bu odamning o'zi chiroyli. Ha, Yo'q. sizga rahmat. Endi chiroyli mol topishdi. Topishda ham o'zi bo'lmaydi. Pul tikamiz. Berang mana do'li. Azbaro. Alaka. Barakangiz bormi? Bor aka. Ya o'rtalarimiz hech pul qilmadi endi. Beraman, beraman. Qo'yla beraman. Yo'q, pulaga aka. Bularda nima deydi buni? Men savdo qiladi. Olim aka nima bo'lyapti bozor? Qandaysan? Qimmat, arzon. Yaxshi olsa bo'ladi. Qancha kela tavukka ayting qon. 10 kilo tekisa. 110. Olmish kelmaymi? Astagfirullah deb ayting. 160 kilo. Yo'q. Nima 110 ga 2 qo'yasiz? 20 bilan 200 ming bilan turdik. Ani 3 bilan turmaymiz. Biz savdo qilyapmiz. Oybek nima deding? Ay. To'g'risida. Menda chang. İlyorjonda ham o'da, İlyorjonda o'xshab turadi. Hozir o'xshab qani. Bozor qanday bo'lyapti? Qimmat, arzon. Allohga shukr bo'ladi. Bo'ladi, ha? Olsa ham sotsa. Qani davlat aka? Davlat aka. Ey polvon. Mol savdoga kelsa men rasmga Ey aka, o'lyapti ukalar. Sotamiz aka. Aka pulaga bo'lmaydi aka. Savdosi zo'r bo'lyapti aka, savdosi. Mana. Bozor ahvoli. Aslan.
Boqmoq nojinlar kelar. Mana shunda hammasi boqmoq nojinlar. Savdolari bo'lyapti. Endi akalar Buqa bozorini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Nima so'radi aka bular? Yillik 8 milliondan 61 milliongacha boryapti ikkovi. Ikkalasi bir joyga. Bir joyga. Yillik 8 million so'mdan Boshlayapti 61 millionga. 61 million so'mgacha bo'lyapti. Akamiz 70 million baho qo'yib o'tdi. Ya Buqa bozor. Nima so'radi aka bu? 35 deyapmiz, 30 so'rayapti bozor. Iga 35, bozor 30 million so'rayapti ekan. Mana bozor. Biz kerak bo'lishdiki. Alishdikmi? Kerak bo'lishdiki ekan deganlar. Aka nima so'radi? Bozor 37 million so'radi. 37 million. 37 million bozor so'radi. Aka nima so'radi buni? Akamiz Nasrina's teatrida. Nasrina Nito. Aka qancha bo'ldi? Ha? 13 bilan 8. Olin. Qayerga aka bu? Sotildimi? Savdo bo'lyapti. Qancha? 11,5. 11,5. Hurmatli kuzatuvchilar, endi mayda g'unojinlarni ko'rsatib o'tamiz. Layklarni bosib qo'yamiz deganlar.